2025-yilda to'yxona, kafe yoki hashamatli uy qurmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu to'yxonaga o'rmon jamoasi ichki va tashqi fasad qismlariga va undan tashqari chiroqlarning atrofi va pol qismlariga faton gullar bilan bezatib bergan. Alisher aka, biz o'rmon jamoamizni sizga qilgan ko'rsatgan xizmatlardan ko'nglingiz to'ldimi? Nima deb o'ylaysiz aka? Ha, ko'nglim to'ldi. Biz o'ylagandan ham xudo xolasa chiroyli chiqdi. Ko'ngildagidek ham ancha zo'r chiqdi. Yaxshi fikrlar berib, ancha chiroyli ideyalar berishdi. Biz xursandmiz. Biz o'rmon jamoamizni sizga nima qulayliklar yoqdi aka? Chiroyli dizaynlar berishdi, bizga takliflar berishdi. Biz o'ylaganimizdan ham zo'r chiqdi. Birga ishlaylar, zo'r Yana takliflar shunaqa bor. to'yxona solayotgan, shunaqa hashamatli uylar yo'q, shunaqa kafelar qilayotganlar bizni tavsiya qila olasizmi aka? Tavsiya qilaman, birga ishlaylar, hamma tomonlama zo'r. Pullaringga kuymaysizlar, qisqasi. Xursand bo'ldik, Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarda Yaxshilik bo'lsin, xalqimizning birga ishlaymiz. Xudo xizmatiga xolasa hali ishlar ko'p Xudo inshaalloh. xolasa.